Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati tomonidan yoritilgan muhim tadbir va yangiliklar. Hafta avvalida vazir o'rinbosarlari Farhod Boqiyev, Azizbek Turziyev hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida poytaxtimizning qator maktablarida kelajak soati darslari tashkil etildi. 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan tashkil etilgan ushbu dars soatlarida o'quvchilarga milliy qadriyatlarni o'rganish, ular qalbida yurtga sadoqat tuyg'ularini uyg'otish bo'yicha zarur ma'lumotlar berib o'tildi. Mamlakatimizdagi barcha maktablarda kelajak soati darslari o'zbek tiliga bag'ishlandi va mana shu kunda darslar davomida tilimizni nufuzini oshirish uchun yurtimizda qilayotgan ishlar, yurtimizda ziyolilarimiz tomonidan qilayotgan ishlar, chop etilayotgan yangi asarlar, maktablarimizda, ta'lim muassasalarimizda olib borilayotgan ishlar, bularda hammasi darsimizda aytib o'tildi. Mazkur haftada mamlakatimizning barcha hududlarida malaka toifa sinovlari boshlandi. Ushbu sinov jarayonlarida turli fanlardan dars beradigan 180 mingga yaqin pedagoglarning ishtirok etishi kutilmoqda. Test jarayonlari ochiq, shaffof va nazorat ostida o'tkazilyapti. Test savollarining ko'lami mutaxassisni o'ylantiradigan, tanqidiy fikrlashga boshlaydigan savollar. Buxoro va Navoiy viloyatlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari ishtirokida muvozanat treninglari bo'lib o'tdi. Unda professional va hissiy charchashning oldini olish, jamoada ekologik va do'stona muhit yaratish kabi mavzularda so'z bordi. Yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi respublika tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda vazir o'rinbosari Farhod Boqiyev, mas'ullar va ustozlar ishtirok etdi. Shuningdek, Sen iste'dodlisan tanlovining tuman, shahar bosqichiga start berildi. Unda ishtirok etish uchun 5000 nafardan ziyod yoshlar ro'yxatdan o'tishgan. Hafta davomida vazir E'zoza Karimova ishtirokida qator xorijiy hamkorlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Xususan, Saudiya Arabistoni qirolligining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Yusuf Solih Al-Gahra Al-Utaybi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston Respublikasidagi doimiy koordinatori Sabine Mahl hamda Fransiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Walid Fuk bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Ushbu haftada asosiy fan olimpiadasining 2-tuman shahar bosqichi yakunlandi. 17 fan kesimida bo'lib o'tgan jarayonlarda 430 mingdan ortiq o'quvchilar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Shu kunlarda farg'onalik bir guruh ustozlar Yaponiyaning Tokio shahrida tashkil etilgan malaka oshirish dasturida qatnashmoqda. Uchrashuvlar doirasida ustozlar ta'lim muassasasida tashkil etilgan darslar hamda jarayonlar bilan yaqindan tanishishdi. Hafta davomida vazir E'zoza Karimova Surxondaryo viloyatida bo'lib, ta'lim muassasalari faoliyatini ko'zdan kechirdi hamda mas'ullar bilan muloqot qildi. Shuningdek, vazir boshchiligida tanqidiy tahliliy yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda ta'lim sifatini oshirish, kuz-qish oyligiga tayyorgarlik jarayonlari, olis hududlarda ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun avtobuslar hamda qurilish ta'mirlash ishlari haqida so'z yuritildi. Xorazmda UNICEF mutaxassislari ishtirokida maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish loyihasi doirasidagi seminar treninglar ham bo'lib o'tdi. Hafta so'ngida vazir E'zoza Karimova UNICEFning O'zbekistondagi vakili Rihina Castillo va Redgeo bolalar fondi bosh direktori Cristian Fabi bilan uchrashdi. Muloqot doirasida erta ta'lim bo'yicha mintaqaviy tadqiqot va innovatsiyalar markazini tashkil etish yuzasidan 3 tomonlama anglashuv memorandumi imzolandi. Ayni damda raqamli avlod qizlari loyihasi uchun ro'yxatdan o'tish jarayonlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar 89 ming nafardan ortiq qizlar tanlovda qizlar.raqamliavlod.uz platformasi orqali ro'yxatdan o'tishdi. Vazirlik tomonidan amalga oshirilgan ishlar ommaviy axborot vositalari tomonidan ham keng yoritildi. Haftalik dayjestimiz shulardan iborat edi.